Kolumbiya ustozi Nestor Lorenzoga savol berishdi. Mamlakatingiz futbolining ushbu avlodi uzoq kutgan lahzada, shuncha kunlik yig'in va birga o'tkazilgan vaqtdan so'ng jamoaga aytadigan so'nggi so'zingiz qanday bo'ldi? Barchaga xayrli kun. Xabarim odatdagidek. O'yindan zavq oling, shukronalik keltiring va Kolumbiya libosi uchun maydonda jonlarini bering. Birinchi kundan nima degan bo'lsak shu. Xudoga shukr, 8 yildan so'ng yana ushbu mundialdamiz. Bizda umid katta, o'zimizni yaxshi tomondan ko'rsatish istagi kuchli. Har kungi xabarimiz shundan iborat. Savol: jamoa va muxlislar o'rtasida yuzaga kelgan iliq munosabat haqida so'ramoqchi edim. Federatsiya tomonidan mixed zonalar tashkil etilayotgani, o'yinchilarni ko'rish uchun mashg'ulotlarda ko'proq vaqt berilayotgani muxlislarni jamoaga yaqinlashtirmoqda. Bu tashabbus qayerdan paydo bo'ldi? O'ylaymanki, bu tabiiy ravishda yuz berdi. Yigitlar maydonda borlarini berib, yurakdan o'ynashmoqda va muxlislar buni his qilmoqda. Matbuot har doim biz bilan birga bo'lishi kerak. Ba'zida ma'lumot kam berilishi mumkin, lekin bu ataylab qilinmaydi. Kolumbiya juda muhim sinov oldida turgan bir paytda rahbarlar, muxlislar, jurnalistlar va umuman ushbu go'zal sport turiga daxldor barchamiz birlashishimiz kerak deb o'ylayman. 3-savol. O'zbekistonning so'nggi 5 ta o'yini haqida gapirsak. Jamoa 2 marta g'alaba qozondi, 2 marta yutqazdi va 1 marta durang o'ynadi. 6 ta gol urib, 7 ta o'tkazib yubordi. O'tkazilgan tahlillarga tayanib, O'zbekistonga qarshi taktik va strategik rejangiz aniqmi yoki hali o'ylantirayotgan jihatlar bormi? Taktik va strategik rejamiz aniq. O'yinga qanday yondashishimizni bilamiz. Taktik jihatdan 2 ta holat bor. Biri himoyaviy, ikkinchisi hujumkor. Bu borada O'zbekistonning xususiyatlari juda yaqqol ko'zga tashlanadi. Uzr. Shunday ekan, biz hujumda ham, himoyada ham, yakka kurashlarda ham yutib chiqishga harakat qilamiz. Navbatdagi savol. Ertangi o'yinda Kolumbiya favorit. Biroq ushbu jahon chempionatining ilk o'yinlarida favoritlar doim ham yutavermayapti. Bu sizni xavotirga solmaydimi? Yo'q. Jahon chempionatlari bizga kichik jamoalar yo'qligini va hech kimni kamsitmaslik kerakligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston kuchli raqiblarga qarshi yaxshi natijalar qayd etgan jamoa. Ularda ajoyib murabbiy bor. 4-5 nafar yuqori darajadagi futbolchilari bor va eng muhimi, ular nima o'ynayotganini aniq biladigan tartibli jamoa. Ertangi o'yinda ularni ortda qoldirish biz uchun asosiy chaqiriq bo'ladi. 6-savol. 5-savol ekan. Jahon chempionatining dastlabki o'yinlarida jamoalarning intensivligi, tezligi va yuqori pressingi ajralib turibdi. Kolumbiya mundialning bunday tezkorligiga qanchalik moslasha oladi? Misol uchun, Xames ertangi o'yinga qanday tayyorgarlik bilan yetib keldi? Xamesning holati yaxshi. Uning jismoniy tayyorgarligi doimiy o'sib bormoqda. Albatta, uning iste'dodi shundayki, ba'zida boshqalar kabi ko'p yugurmasa ham o'yinga oydinlik kiritadi va muhim masalalarni hal qiladi. Intensivlikka kelsak, Kolumbiya bu borada talabga javob beradi. Biz intensivlik bo'yicha dunyoda yetakchilardan sanaladigan jamoalarga qarshi o'ynaganimizda, masalan Fransiya, ulardan qolishmadik. Gap faqat yugurishda emas, asosiysi to'g'ri himoyalanish va samarali hujum qilishda ham. 6-savol. Meksika chempionatida tajriba to'plagan, balandlikka yaxshi moslashgan Veller Ditani ertangi asosiy tarkibda ko'rishimiz mumkinmi? Uning hozirgi holati siz uchun qanchalik muhim? U Cruz Azul bilan Meksikada ajoyib turnir o'tkazdi va shu orqali milliy terma jamoaga chaqirildi. U qolgan 25 ta futbolchi kabi o'ynashga tayyor. Xudoga shukr. Bizda barcha chiziqlarda va pozitsiyalarda raqobat juda kuchli. Yakuniy qaror esa individual xususiyatlar hamda raqibga qarshi qo'llaniladigan strategiyaga qarab qabul qilinadi. Asosiy 11 talikni qanday tanlaysiz? Ma'lumotlarga tayanasizmi yoki his-tuyg'ulargami? Va buni futbolchilarga qachon ma'lum qilasiz? Yuqorida aytib o'tganimdek, bu o'yin strategiyasi va futbolchilarning individual imkoniyatlari o'rtasidagi muvozanatdir. Qaror har doim terma jamoa foydasini ko'zlab qabul qilinadi.
Hozirga qadar bo'lib o'tgan 17 ta o'yinda qariyb 50 ta gol urildi. Chempionatning bu qadar sermahsul starti yoxud autsayderlarning o'ta chuqur himoyalanishi sizni hayron qoldirdimi? Yo'q, bu kutilgan holat edi. O'zini imkoniyat jihatdan biroz pastroq baholagan jamoa chuqur himoyalanishni ma'qul ko'radi. Qolaversa, hozirgi futbolchilar jismonan o'ta baquvvat. Maydon markazidan hujumga o'tish jarayonlari halokatli darajaga yetgan. Bugun ham bir nechta jamoalarda tezkor hujumga o'tish qanday natija berganini ko'rdik. Agar himoyaga o'z vaqtida qaytmasangiz, darhol gol o'tkazib yuborasiz. Shuning uchun hozir ko'plab jamoalar to'g'ridan-to'g'ri vertikal hujumlarni tanlamoqda. Siz ham Jose Pekerman, Hernan Balilio Gomez, Maturano kabi mundiallarda ishtirok etgan mashhur murabbiylar qatoriga qo'shildingiz. Yordamchi murabbiylikdan bosh murabbiylikka o'tish qanday bo'ldi? Va bu tajriba O'zbekistonga qarshi o'yinda sizga qanday yordam beradi? Bu uzoq yillik mehnatimning natijasi. Yillar davomida soyada, boshqa pozitsiyada ishladim. Josedan qolaversa futbolchilik faoliyatimdagi boshqa murabbiylardan ko'p narsa o'rganganman. Futbolni tark etishimdan 3-4 yil oldin murabbiy bo'lish niyatim qat'iy edi. Doimo o'rganishga, tinglashga, tahlil qilishga va o'zimni rivojlantirishga harakat qilib kelganman. Xudo menga jahon chempionatida bosh murabbiy bo'lish imkonini berganidan benihoya minnatdorman va buni Kolumbiya termasi bilan a'lo darajada o'tkazmoqchiman. Jamoa Guadalajaraga kelganidan beri futbolchilardagi kayfiyatni qanday baholaysiz? O'yinga 24 soat qolganda ularning holati qanday? Jamoa shunchaki ajoyib. Yigitlar terma jamoa libosi har narsadan ustun ekanini his qilib, o'zlarini butunlay baxshida etishmoqda. Tarkibdan ba'zi futbolchilarni tushirib qoldirish men uchun og'ir bo'ldi, chunki ular ham xuddi asosiy ro'yxatdagilar kabi mehnat qilishgandi. Ammo maqsadimiz bitta. Biz barcha narsani yutish uchun keldik. Buning uchun esa o'zimizni to'liq qurbon qilishimiz kerak. Kolumbiyalik muxlislardan biri Luis Diaz haqida shunday dedi. U xuddi o'z mahallasida o'ynagandek to'p tepadi. Bunga qo'shilasizmi? O'zining ilk jahon chempionatiga qanday holatda yetib keldi? Jahon chempionatiga kelgan har bir futbolchi o'zining yoshlikdagi orzusini eslaydi. Lucho ham shunday. Unga bugun dam olasan desangiz ham baribir borib to'pni olib kelaveradi. To'p bilan bo'lish vasvasasiga qarshi tura olmaydi. Bu menga juda yoqadi. Biz Argentinada bolalikdagi orzu deb ataymiz. Bugun o'sha orzusidagi bola ertaga jahon chempionati maydoniga tushadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri qalb va aql bilan bog'liq bo'lgan sof tuyg'u. Odatda tarkibni oldindan e'lon qilmaysiz, lekin O'zbekistonga qarshi ertangi o'yinda qanday taktik chizma va tarkibni ko'ramiz. Aytishimni xohlaysizmi? Gap shundaki, men buni hali o'yinchilarning o'ziga ham aytmaganman. Lekin biz yaxshi holatdamiz. Bizda 26 ta haqiqiy she'r bor. Bundan juda xursandman. 8 yillik tanaffusdan keyin Kolumbiya ushbu mundialda dunyoga qanday qiyofasini namoyish etmoqchi? Ajoyib savol. Biz o'zligimiz, mohiyatimiz va uslubimiz ustida ko'p ishladik. Kolumbiya bu quvonch. Xalqimiz tabassum qilishi uchun sababga muhtoj va terma jamoamiz xuddi shuning uchun yaxshi o'ynashni xohlaydi. Bu oson emas, lekin buning uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Kolumbiyalik muxlislarga yoqadigan chiroyli o'yin uslubini saqlab qolishga harakat qilamiz. Janubiy Amerika va Kolumbiyaning eng yulduzli futbolchilaridan biri sifatida Luis Diazga bo'layotgan katta bosim haqida qanday fikrdasiz? U bu jarayonni Amerika Kubogi va saralash bosqichlarida ham boshidan o'tkazdi. Qandaydir vaqt u gol ura olmadi va butun Kolumbiya xavotirga tushdi. Lekin bu o'sish jarayoni, uning futbolchi va inson sifatidagi tetikligi har qanday bosimdan ustun bo'lishi kerak. O'ylaymanki, u uchun ajoyib mundial bo'ladi. Navbatdagi savol. Aeroportda va ko'chalarda bizni sariq libosli muxlislar to'lqini kutib oldi. Ularning ko'pchiligi shu yerga kelish uchun yillar davomida pul yig'gan. Ularga qanday so'zlarni aytgan bo'lardingiz? Rahmat, rahmat va yana rahmat. Ularga faqat minnatdorlik bildirish kerak. Ularning berayotgan mehri va ishonchi bizning ham qalbimizda bor. Biz ham ular kabi bu turnirdan umidvormiz. Navbatdagi savol.
Tarkib chaqiruvida Jon Kordobaning holati ko'pchilikni o'ylantirgandi. U ertangi o'yinga tayyormi yoki uni keyingi Kongo bilan o'yinga asrab qo'yasizmi? Umuman barcha 26 nafar futbolchining sog'lig'i qanday? Barcha 26 nafar o'yinchining sog'lig'i juda yaxshi holatda. Kordoba allaqachon futbol o'ynashni boshladi va mashg'ulotlarga qo'shildi. U to'liq tayyor. To'g'ri, u qolganlar bilan o'rtoqlik o'yinlarida qatnashmadi va ehtimol futbol amaliyoti jihatidan biroz ortda qolgandir, ammo u maydonga tushishga mutlaq tayyor deb bizni chalg'itmoqchi bo'lyapti. Lorenzo: bu siz uchun ilk mundial debyuti emas, futbolchi sifatida 90-yilda qatnashgansiz. Futbolchi sifatida maydonga tushish va murabbiy sifatida chetdan boshqarish o'rtasida qanday farq bor? Futbolchilardagi hayajonni qanday bosasiz? Ruhiy tayyorgarlik uzoq vaqtdan beri olib borilmoqda. Futbolchilar ijtimoiy tarmoqlarga yoki o'yin oldi mayda chalg'ituvchi narsalarga berilib ketmasligi kerak. Maksimal konsentratsiya talab qilinadi. Farqqa keladigan bo'lsak, futbolchi maydonda bor kuchini ishga solib, natijaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va shuning o'zi unga kifoya. Murabbiy esa o'yinchilarning harakatiga va o'zi tuzgan taktik rejaning ishlash-ishlashmasligiga ko'proq qaram bo'ladi. Ochig'i, o'ynashni ko'proq yoqtirardim, chunki u yerda hammasi ko'proq o'zimga bog'liq edi, deydi Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi. Keyingi videoda Fabio Cannavaroning ham to'liq intervyusini ko'rasizlar. Iltimos, prosmotrlar kam, like bossanglar ehtimol ko'proq odam ko'rar. Qo'llab-quvvatlaylar. Orada yutalib qolganim uchun men bor uzr so'rayman. Lekin to'liq matbuot anjumanini tarjimasini e'tiboringizga taqdim etdim.